Mana masalan qadriyatda ham bu umumiy so'zni kimdir ishlatishi mumkin. Lekin men aytamanki, bizda amaliy psixologiyada aniq ishlatilmasa, u nima qilishni bilmaydi odam. Men o'zim o'sha deylik hayotim jarayonida, ishim jarayonida ko'rib o'sha ko'rgan deylik, hamma bilgan qadriyatlarimni yig'ganimda ular 4 ta toifaga bo'linganmanda. Moddiy qadriyatlar, kiyim, kechak, mashina, uy hammasi kerak baribir ham, ular ham kerak. Moddiy qadriyatlar, ijtimoiy qadriyatlar, bu o'sha atrofimizdagi odamlar, munosabatlar, hamma narsa. Lekin bu deylik ijtimoiy moddiy qadriyatda ham, ijtimoiy qadriyatda ham to'g'ri ishlatishimiz uchun baribir bizga ilm kerak. Ya'ni bu ilm qadriyati bo'lishi kerak ekan. Va bu ilm o'sha kerak emas joyga kirib ketmasligi uchun, kerak emas hozir men o'sha aytgan gapim. Qancha ma'lumotlar bor, odamlar uni har xil yo'lga o'zimiz, odamlar demay hammamiz ham ishlatib ko'rishimiz mumkin. Ana shunaqa bilaman-ku deb, lekin o'sha narsa ziyoniga bo'lmasligi uchun, haligi nima deydi, noxayrli bo'lmasligi uchun tepasida baribir ham qanaqadir ma'naviy qadriyat turishi kerak. Endi uni hamma har xil tilda aytadi, kimdir insof deydi, kimdir iymon deydi. O'zini yo'nalishiga qarab, men endi buni umumlashtirib, moddiy qadriyat, ijtimoiy qadriyat, ilm qadriyati, ma'naviy qadriyat deganman. Va buni bolalarga mana hattoki mana shokolad berganimizda voy o'rtoqlaringga ham ber deganda biz ularga o'sha ijtimoiy qadriyatni nimasidir tushuntiramiz. Yoki voy uvol qilmagin deganda moddiy qadriyatni tushuntiramiz. Yoki voy qaraginchi qani nima qilish kerak ekan, mana kir idish turibdi, nima qilish kerak uni deb o'rgatganimizda bu ilm qadriyati. O'sha deylik, birov chegarasidan o'tmaslik, sanda bo'lsa birov ustidan kulinmaydi yoki sanda qimmat mashina bo'lsa, mashinasi yo'lani turtib o'tib ketilmaydi yoki deylik sanda bu narsa bo'lsa yoki boshqacha narsani ustidan yana nimadir o'tib ketilmaydi deydigan narsa ma'naviy qadriyat bo'lishi kerak. Chunki bugungi kunda ayniqsa nima uchun kerak? Ma'lumot juda ko'p.